Ramazan yazmaları. Birinci bab Ramazanға kirivatımız. Birinci bölüm. Bir an turğuzuş pürsütte yıkılışıp kelivatkan Ramazan. 11 ayının kirleri üstümüzde. Bu kir qolputning kiriga o'xshamaydi. Ularni yuvsang ketadi. Biz tilga ilayotgan bu kir yurak, zehn, aqlning hammadan bak tasavvurda paydo bo'lgan kiridir. Tushunchimizning, engimizning kirilishib ketishi davrimizning eng qo'rqinchli bir kasalligidir. Engi va yuragi kirlangan bir inson bu maynachilikni qo'li tekkan har narsaga yo'qtirib ulgurdi. So'z, tushuncha, tuyg'ularni kirlashtirdi. Kirlashgan zehn bilan Qur'on o'qisa, zehndagi maynachilikni uningga yo'qtirib etishi mumkin. Ibodat qilsa, ta'min tetiy olmaydi. Bu xuddi dunyodagi eng yaxshi tamoqni eng paskini qachiq selishga o'xshaydi. Idrok, aql, qalb va tuyg'uning bulg'unishi kirlangan biror organizmdak osonlikcha poklanmaydi. Buningda suvda hamma narsa poklanadi deb aytolmaysiz. Bu jismoniy kirilishga qaraganda ming hassi ig'ir bulg'unishdir. Bulg'unish ma'naviy jihatdan bo'lganda uningdan qutulishning yo'li va abjil chorasimi ma'naviy bo'lishi kerak. Bu sababdan ibodatlar insonni poklash uchun uni yaratgan Alloh tarafidan belgilangan. Chunki u insonni yaratgan, uning ojizliklarini hammadan yaxshi biladi. insonning o'zidanmi obdan biladi. Qur'on aytgandek, u yaratganlarni bilmay qilarmi? U insonni obdan bilgachga, uni ma'naviy kir va dodlashishdan poklaydigan retseptini uni yaratquchi eng yaxshi shaklda yozadi. Vahiy bu retseptlardan tashkil topgan bir ilohiy shifoxonadir. Ibodatlarning o'zi maqsad emas. Ular yaratquchi amalga oshirmoqchi bo'lgan ulug'vor maqsad, g'oyalar uchun bir vosita. Har ibodatning sababi, g'oyasi va hikmati bor. Faqat bu sabab, g'oya va hikmat ba'zida u ibodatga buyurgan oyatlarda nihoyat ro'shan qilib putilgan bo'lsa, yana ba'zida cho'nqur tafakkur va birlashtirib tushunish usuli bilan yakun chiqargandilar ondan ayon bo'ladi. Ro'za ibodatining maqsadi birinchi turga tava. Ro'za tutishni buyurgan oyatning o'zida mundaq deyilgan: Ey iymon aytquchilar, ro'za sizlardan ilgirkilarga farz qilingandek, sizlarga farz qilindi. Bu ilohiy ta'limotning orqasidan ro'za ibodatining insonda amalga oshirmoqchi bo'lgan maqsadi ro'shan holda mundaq bayon qilingan: La alakum tattaqun. Umid qilamizki, taqvolikqa erishgaysizlar. Shundoq, ro'zaning maqsadi insonda mas'uliyat engi deyilgan taqvolikni shakllantirishdir. Kimga, nimaga qarta mas'uliyat engi turg'izilishi kerak? Oldi bilan insonda o'z mavjudligiga nisbatan mas'uliyat engi turg'izilishi kerak. Chunki inson maxluqotning toji, Allohning shoh asr sifatida ma'lum bir g'oya, maqsad uchun yaratilgan. Alloh sizdan so'raydi: Sizlar bizni maqsad, g'oyasiz yaratding deb o'ylamsizlar? Shunga insonning o'z mavjudligining g'oyasini so'rashi, izdishi va tepivilish majburiyati bor.
Mana bu insonning o'ziga bo'lgan mas'uliyati. Inson o'ziga bo'lgan mas'uliyatini anqirgandan keyin Allohga bo'lgan mas'uliyatini mo anqira oladi. Mana buni biz taqvo deb ataymiz. Bu tushuncha ang mengiga yerlashgandan keyin inson boshqa insonlarga, tabiatga va shaylarga bo'lgan mas'uliyatini mo idrok qila oladi. Bu ma'nodan elib aytganda ro'za tutish insonning ichki dunyosiga bo'lgan mas'uliyatini ado qilish deganlik bo'ladi. Ojizlab ketgan ruhning oziqlanishi uchun ruhni to'yg'izish kerak. Chunki 11 oy bo'yicha badanga silingan mablag' ruh, aql va ongni bir chetga qayirib qo'ygan edi. Amaliyotda insonni inson qilgan uning go'shi va so'ngiki emas. Insonni inson qilgan qimmatlarning kuchlantirilishi, oziqlanishi va yuksalishiga sal qarashqa bo'lmaydigan muhim nuqta. Inson o'ziga insonlik sifat baxsh etgan taraflarni oziqlantirgan vaqtda zulmatda qolgan ko'ngil olamida quyosh chiqadi. Aqli yo'raydi. İdrak olimi yo'rishqa, ko'rmagan ko'ngil ko'zi ko'rishga, ko'ngil quliqi eshitishga, ko'ngil burni yetlashqa boshlaydi. Bu ma'naviy taraqqiyot inson engini yuqori ko'tardi va inson ibodati orqali Rabbi bilan bo'lgan munosabatini aktiv holga keltirdi. Bu munosabatning insonga xos tarafiga ubudiyat, banda bo'lish joylashgan bo'ladi. Allohga xos bo'lgan tarafi rububiyat, ya'ni Rablik bo'ladi. İnsandan yükselgini dua bulsa, Allah'tan düşkünü icabat buludu. İnsandan örlegini sual bulsa, Allah'tan düşkünü cevap buludu. Dal joyini tapalığan her bir yükseliş, mirac buludu. Tabii ki bunun Allah tarafından berilgen mukafati nüzul, yani düşüş, nazil bo'lishda yer oladi. Mana bu vahiy odam ballarning mavjudligi haqidagi savollarga Allohning bergan javobi va Allohning insonga hidoyatini tushirganligining bir natijasi. Eng oxirgi vahiy Makkada Hira g'orida bir Ramazon kechasi nazil bo'lishga boshlagan edi. Biz müminler vahiyning tug'ilgan iyi bo'lgan shu Ramazonni oylar sultoni deb bildik. Chunki u so'zlar sultoni bo'lgan vahiyning odam ballarning zulmat bosgan qorong'u ufqini yo'ritgan muborak oy. Ramazon aslida Qur'on oyi va bu oy butun sha'ni shavkatini vahiydan olgan edi. Ramazon Qur'on bilan kiralishib, putunlashib, ich qo'yin, tosh qo'yin bo'ladigan oy bo'lishi kerak. Qur'on faqat qo'limizda va tilimizda emas, yurakimizda, aqlimizda, hammadan bakrak hayotimizda o'rin olishi kerak. Qur'onning hayotimizda o'rin olishi uchun tasavvurimiz, aqlimiz va kishiligimizni Qur'on bilan qaytadan barpo qilish kerak. Aslida ulug' bo'lgan Qur'oni Karimni yanama ulug'var qilib o'tish uchun tirishadigan soddalikni tashlab, Qur'onning bizni ulug'var qilish uchun tegishlik ishni qilishimiz hech bo'lmasa bu Ramazonda bo'lsa-mu. Ey Rabbim, menga ivatgan xo'sh bishartingni hozirgacha ichib o'qib bir narsa tushunolmaganim uchun sening afu qilishingni tilayman deb Qur'on vayisi orqali vayron bo'lgan ish dunyomizni barpo qilishimiz kerak.
buni faqat o'zimiz uchunla emas, vahiyning nuriga muhtoj bo'lgan boshqa insonlar va tuproqlarda parishon va so'lg'un iymonning kelgisi uchun bo'lsa-mu qilishimiz kerak.